Bitta ateist shubha tashlayapti. Qanaqasiga hayotimizda bitta voqea bo'lar ekanda, biz uni eslamas ekanmiz. Ya'ni bu savol al-Misoh kuni haqida. Bu savolga javob berishdan oldin men o'zi ateistlarning fitnalariga qanaqa yondashaman, shu haqida ozgina gapirsam. O'zim kommentariyalarimda ham har xil ateistlar kelib turib, o'zini fitnali savollarini beradi. Men imkon qadar unaqa savollarni o'qimayman yoki o'qisam ham ularga javob berib o'tirmayman. Chunki kommentariyada siz bilan tortishadigan ateistlarning aksariyatining maqsadi shubhalarga javob qidirish emas, balki sizni ham adashtirish bo'ladi. Bahsda asosiy maqsad yutish bo'lgan insonlar bilan talashish foydasi yo'q. Unaqa insonlarga sizga o'zingiz yo'lingiz, menga o'zim yo'lim deyinda, yaxshi qolib ketavering. Eng to'g'ri yo'l shu. Unaqa insonlar bilan talashganingiz foydasi yo'q. Ularning maqsadi faqatgina sizni mot qilish. Endi boyagi savol javobiga keladigan bo'lsak, al-Misoh kunini nega eslolmaymiz? Men bu savolga savol orqali javob qilmoqchiman. Siz o'zingizni onangizni qorinda bo'lgan paytingizni esla olasizmi? Yoki siz tug'ilgan paytingiz chaqaloq bo'lgan holatingizni esla olasizmi? Tabiiyki yo'q, eslolmaymiz, lekin bu eslolmaymiz degani bu davrlar bo'lmadi degani emas-ku. Lekin rasm va videolar bilan bizga ko'rsatadigan bo'lsa, "Iye, men shunaqa bo'lganmanmi?" deb qolamiz. Al-Misohda bergan va'damiz ham bizga qachondir eslatilinadi. Shunaqa ekan, va'damizda sobit turaylik.